Men Akbarova Sanobar Qo'soy shahar Bobon mahallasida hokim yordamchisi bo'lib faoliyat yuritaman. Har bir mahallaning o'z tarixi, o'z mehnatkash odamlari bor. Bobon mahallasi azaldan dehqonchilik va bog'dorchilik bilan shug'ullanib kelgan, ammo bir necha yil avval ko'plab oilalarning daromadi yetarli emas edi. Ishsiz fuqarolar ham talaygina edi. Bugun esa vaziyat o'zgarmoqda. Mahallamizda yuzlab insonlar o'z biznesini boshladi. Yangi ish o'rinlari yaratildi va odamlarning ertangi kunga bo'lgan ishonchi mustahkamlandi. Quvasoy shahrining Bog'bon mahallasi qo'shni Qirg'iziston Respublikasi bilan eng yaqin va chegaradosh manzil hisoblanadi. Bugun ushbu hududda 6000 nafarga yaqin fuqarolar istiqomat qilayotgan bo'lsa, ularning asosiy daromad manbai malinachilik hamda bog'dorchilikdan. Bugun har bir xonadonda kooperatsiya usulida mana shunday malina yetishtirish samarali yo'lga qo'yilayotgan bo'lsa, har bir xonadon bugun malinachilikning ortidan o'rtacha 200 million so'mdan 300 million so'mgacha yillik sof daromadga ega bo'lishmoqda. Bugungi kunda Bog'bon mahallasi malinachilik yo'nalishida hududning eng namunali mahallalaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Mahalladagi 450 dan ortiq xonadon aholisining asosiy daromad manbailaridan biri aynan malina yetishtirish hisoblanadi. Mahallada yetishtirilayotgan sifatli va eksportbop malinalar bugun nafaqat viloyat va respublika bozorlariga, balki qo'shni Qirg'iziston Respublikasining yirik savdo nuqtalariga ham muntazam eksport qilinmoqda. Mana shu dalani oilaviy Tohirovlar hammamiz bo'lib olganmiz. Hammamiz mana shu bo'lib berilgandan beri mana shu malina kuchotlarini ekib, yaxshi daromad olyapmiz. Hozirda mana o'zi 28-30 bo'lyapti narxlar. Terib sotyapmiz. Shu bog'larda orqasidan shu hosillarda orqasidan qo'sha kelinlarni oldim, aka-ukalarga bitta qilib kelin oldim. Shu oyni boshida pishgan. Qulpinoy tugaydi, malinalar pishadi. Qulpinoydan keyin malinaga o'tamiz. Bunga shu suv yaxshi bo'lish kerak. Suvni shu oziqani joyida qilsak, har terilgandan keyin suv ochamiz. Bir qator suv yugurtirib, yana ertasiga yana pishadi. Kun orada pishaveradi. Nechta xotin-qizlar bu yerda ishlashyapti bugun? Qancha odam bo'lsa shuncha yaxshi. Nimagaki bu tezda yetiladi. Quyoshda tezda nima bo'lib qoladi-da bu. Suv bilan pishgan narsa tezda pishib o'tib qoladi vaqtida terilmasa. Shunga hozir bizda 4 ta terimchi bor. 4 ta terimchi ikkita agatga ikki tomonidan tushib, tozalab terib ketyapmiz. Odam soni qancha ko'p bo'lsa, o'shancha terilaveradi. Hozir mana endi 3-terimni teryapmiz. Birinchi terim jicha sustroq bo'ladi. Masalan, 30 ta, 40 ta terdik. Ikkinchi terim, 3-terim rosa avjiga chiqqan bo'ladi. 100 tagacha teryapti. 80 ta, 100 ta paqirchaga teryapti. Endi hozir ozayyapti. Borgan sari yana o'sha 40 ta shunaqa bo'lib ozayib ketyapti. Mana shu ko'rib turgan yerimiz 25 sotikdan iborat. Biz mana shu malinazorimizni 2021-yil ekib, ko'kartirib oldik. Endi eshigimiz tagida 1 sotiklik joyda malinam bo'lgan. O'sha malinadan men hisoblaganman, 1 yilda 4 millionlik daromad olganman. 1 sotikdan bo'sh turgan yerimiz bor edi. Ana shu yerni ko'chatlarni ekib 2022-yilda mana shu malinachilik kooperatsiyasi ochdik. Biz mana shu malinani kengaytirish uchun mahalladan o'tgan yili 30 millionlik kredit oldik. Ko'chatlar olib, yerimizni kengaytirib, chiroyli qilib malinazor bog' qildik. Biz bu hosilni faqat o'zimiz bas, mana shu Toshkentda xaridorimiz ko'p, 7 yildan beri bitta hamkorimiz bor. Har yil terib, bitta o'zimniki bas, mahallanikini ham olib qo'shib chiqaraman. Endi bu bizga ishchi kuchimiz yetishmaganda mana shu mahallada ayollar daftarida turgan yosh oilalar bor, kelinlar, ana shularni mavsumiy ish bilan ta'minlaymiz. Bizning mahallamizda bekorchi yoshlar yo'q. Desam mubolag'a bo'lmaydi, chunki hamma ish bilan band. Bu malina qanday yaxshi tomonlari shundaki, qo'lingizda doim pul bo'ladi. Bu ayol kishini mehnati, ayol kishini topgan daromadi deyman. Erkagiga qarab turmaydi. 2 paqir olib bozorga borsangiz, sotib kelasiz, bir haftalik ro'zg'oringizni qilib kelasiz. Mana shu ko'rib turganlaring 25 sotik yerimizdan 1 yillik sof olgan daromadimiz 95 million bo'ldi o'tgan yilda.
o'zingiz ekkan, o'zingiz ekib yetishtirgan hosillaringizni ko'rsangiz qancha bahri dilingiz ochiladi. Bir kirib mana pishganlarini ko'rib baribir ko'nglimiz boshqacha bo'ladi-da. Shunday hosilda bu Allohning bergan ne'mati. Mana shunday chiroyli ne'matlar bizning O'zbekistonimiz juda ham boy mevaga, giloslarimiz, hamma meva bizning mana shu quvasoyimizda bor. Mehnat qilsa, hamma mehnat qilsa, mehnatning orqasidan yaxshilik kunlar kelaveradi. Oilasi bit bo'ladi, qozoni bit bo'ladi, to'ylar qiladi, uylar soladi. Faoliyatimni boshlashimda mahallada malinachilik bilan 128 ta xonadon shug'ullanar edi. Biz har bir xonadon bilan suhbatlashdik, tomorqalarning imkoniyatlarini o'rgandik. Aholiga malinachilikning iqtisodiy samarasi haqida tushuntirish ishlari olib bordik. Natijada bugungi kunga kelib malinachilik bilan shug'ullanayotgan xonadonlar soni 450 tadan oshdi. Jonibek qarang, hozir mana malina bog'ingizda yuribmiz. Hammasi mahalliy navmi? Hozir bitta ekilgani yo buni farqi borda, barglari qandaydir boshqacha bundan? Nima farqi bor? Bu yerda hozir ikki xil malinamiz bor. Mana shu mahalliy nav. Bahorda, shu yozda, kuzda meva beradi. Mana shu yozda meva beradi. Bu qattiqroq, ani polka sortidan. Transportirovkaga 4 kun eksport bo'lib 4 kun yo'lga chidaydigan. Bularning endi pishadi. Sal pastroq. Shirini pastroq. Ha, mana shu shirinroq. O'zimizni mahalliy navdan. Hozir yana bitta naqa yangi sortidan olib kelib ekdik. Uyda endi ko'chat qilib ko'paytiryapmiz. U qanaqa navi? U maravilla. U ham shunaqa 3-4 kun yo'l yuradigan. U ham eksport navidan. Endi undan ham ko'paytirib eksport qilamiz. Yaxshi. Hozir mana polka navlaringizni biror joyga eksportga chiqaryapsizlarmi yo yo'qmi? Qirg'izistonga ham chiqmayaptimi? Shu o'tgan yil ozginadan hosil beruvdi, Voha tomonga chiqardik. Vohaga. Mana konteynerchalarga solib olib ketishdi. Chiroyli qilib supermarketlarda sotiladi. Shu menda mana ular o'rtangilari katta-katta bo'ladi. Bu o'zimizni местный mahalliy navdan. Birinchi, ikkinchi mana hosillar tugayapti. Birinchi hosilingiz u. Bu hozir bu o'rtadagi mevasi. Mana shoxlar kuzga bo'ladi. Avgustda bo'ladi. Avgustda hosilga kiradi. Movlarni kesib olib tashab, keyin o'rniga buni baylab. Bularni qayta baylaysiz. Yaxshi. O'sha nimada bahorda chimdib qo'yamiz. 2 ta 3 ta shox bo'ladi, mana bittadan. 2 ta 3 ta bazgisidan bo'lib, baquvvat bo'lib, keyin har bitta shoxini uchida mevasi 1 kiloga yaqin meva. Eng quvonarlisi mahalladagi malinazorlar bir mavsum davomida 3 marotaba hosil beradi. Natijada tomorqachi va dehqonlar har bir terimdan o'rtacha 40-50 million so'mgacha daromad olib, oilaviy budjetlarini mustahkamlashmoqda. Boy mirzo, mana qarang, mana shu yerlarda mana malina ekibsizlar. Sizlar hozir yoshlar yo'nalishida ijara yer olgansizlar. Ijara asosida. Hozir qarang, bitta necha kishi, qancha necha sotikdan olgansizlar bu yerda? Bitta biz 3 kishi 30 sotikdan 1 gektar yer olganmiz. Hammalaringiz malina ekkansiz. Hammamiz malina ekkanmiz. Va hozirda yaxshi daromad qilib, hammani ko'magi bilan, ota-onam ko'magi bilan yaxshi daromad olyapmiz. Ota-ona oilaning ro'zg'origa yordam beryapmiz. Va hozirda o'zimni tengdoshlarimga ham malina ekishni maslahat berasiz. Maslahat beraman. Yaxshi. Daromati yaxshimi, mehnati qiyinmi, osonmi? Hamma narsaning o'ziga yarasha mehnati bor va daromati ham bor. Dadam o'zim shu malina ekish mutaxassis bo'lgani uchun menga ham shu malina ekishni tavsiya qilib, yaxshi daromadga olib chiqdi. Demak, bu yilgi natijalaringiz yaxshi. Yaxshi, qanchadan sotyapsiz hozir malinani 1 kilosini? Hozirgi kunda malinaning 1 kilosi 25 ming so'mdan bo'ldi. Shu prezidentimiz biz yoshlarga shunaqa yaxshi e'tibor bergani uchun biz shu kuni yaxshi daromad qilyapmiz. O'tgan 2025-yil davomida 587 nafar fuqaroni doimiy va mavsumiy ish bilan ta'minlashga ko'maklashdik. 53 nafar fuqaro o'zini o'zi band qildi. 18 nafar yoshlar va xotin-qizlar kasb-hunarga yo'naltirildi. Lekin biz uchun eng katta natija raqamlar emas. Eng katta natija odamlarning hayotdagi o'zgarishi. 100 millionlik kreditni olganingizdan keyin qanday o'zgarishlar qildingiz? Sizga nafi tegdimi shu kreditni olgan kreditingiz? Shular to'g'risida gapirsangiz.
faoliyatingiz to'g'risida? Albatta. Men 2024-yili 100 millionlik kredit oldim. 100 millionlik kredit olishdan maqsad yakka tartibdagi tadbirkorlik maktabgacha ta'lim tashkilotida 25 o'rinli bog'cha ochganman. Shuni ko'paytirish maqsadida 50 o'rinlik qilish maqsadida 100 millionlik kredit oldim. Va 3 ta ishchi o'rnim bor edi. 3 ta ishchi o'rnimni 6 ta ishchi o'rni bilan ko'paytirdim. Demak, 3 taga ko'paydi ishchi Shunga o'rni. ko'paytirdik. Men bitta narsaga ishonaman. Agar inson band bo'lsa, uning oilasi farovon bo'ladi. Agar mahalla rivojlansa, butun yurt rivojlanadi. Hokim yordamchisi esa ana shu o'zgarishlarga xizmat qiladigan insondir. Tohira Jonibekka 10 million miqdorida imtiyozli kredit ajratganmiz. Asalarichilik yo'nalishida o'zlarining tadbirkorligini yo'lga qo'yishlari uchun. Bu fuqaroimiz nafaqat malinachilik bilan to'xtab qolmasdan qo'shimcha asalarichilik bilan ham shug'ullanadi. Serqirra tadbirkor desak ham bo'ladi. Jonibek hozirgi kunda mana shu asalarilarni parvarishlab, asal yetishtirish bilan shug'ullanib kelyapti. Nigora opa, mana biz ko'rib turibmizki, aynan hokim yordamchisi ko'magi bilan 10 million so'mlik imtiyozli kredit olibsiz. Ushbu kreditdan qanday yo'sinda foydalandingiz? Nima jarayonlarda amalga oshirmoqdasiz bugun? Ushbu kreditni olib men materiallar olib kelib, mana shu kelin sarpolariga to'shaklarni tikib, mana shu elimizga qizlarimizni sepini qilib, paxta solib, qo'l mehnati asosida ish olib boraman. Necha yillardan beri mana endi faoliyatimni do'kon ochib, tikuv sexi ochib boshladim mana. Shu o'rinda bugun biz ko'rib turgan ushbu mo'jazgina do'koningizda nechta turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarmoqdasiz? Bugungi kunda men qizim, kelinim bilan 20 turdan ortiq kelin sarpolarini, ko'rpa, to'shak, pardalar, ko'ylaklarni qo'l mehnati asosida shu el yurtimizga chiqarib beryapman. Uyga ishlatadigan Dubaydan tikiladigan to'shaklarimiz bittasi 200 mingga bo'lyapti hozirgi paytda, paxtasi bilan tayyor bo'ladi. O'rtacha 5 million daromad qilaman bir oyda. Menga qulay shu to'shakni bir kunda 4 ta to'shakka paxta solib, qovib tayyorlayman. Bir kunlik shu topganim 4 ta to'shakdan 150 ming so'm daromadim bor bir kunda. Hozirgi kunda kelinim bilan ko'rpa to'shaklarni qilamiz. Qizim kelin sarpolarini tikadi, ko'ylaklar. Biz uchun eng katta yutuq odamlarning turmushi yaxshilanib, o'z mehnati orqali barqaror daromad topayotganidir. Bu yo'ldagi ishlarimizni yanada izchil davom ettiramiz.